Xo'p, assalomu alaykum do'stlar. Hikvision'ning Hikconnect ilovasi 6-versiyasi va 3-avlod, ya'ni G3 kameralarini AccuSearch bo'limini ko'rib chiqamiz. Chap tarafda odamcha, ya'ni men oq futbolka, jins shimda turibman. Kameraga yaqinroq kelganda qidirish, ya'ni AccuSearch bo'limini bosaman. Bu meni bor Enverdagi bor kameralardan qidirib topib beradi. Aynan qaysidir vaqtlarda. Xo'p, today bugungi kunni ko'ramiz. 2 ta kamera belgilangan ekan. Pastda 70%, 73% ko'rsatyapti. Garaj, Doorline bu ikkinchi kamera, 2 ta kamera. Hammasini rasmi bilan ko'rsatyapti. Hozir yaxshi ochmayotgan sababi menda internet pas. Adak garaj, Doorline deb 2 ta kameradagi vaqtlar bilan ajratib beryapti. Mana. Nima deb o'ylaysizlar? Bu qiziqmi, yaxshimi yoki kerak emas narsami ekan?